Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sadaqallohul azim. Büyük Allah Resulü'ydi. Allah'ım barcha ham senga xos, barcha shukr sengadir. Jumla-i mulk senindir. Ibodat qilinishga bir o'zing haqlidirsan. Duo qilishga bir o'zing loyiqsan. Allohim senga yuzing vajhing ulug'ligi va saltanating buyukligiga yarasha hamd va sano bo'lsin. Ey Alloh, ey ulug' ne'matlarni beruvchi Rahmon, ey latif ne'matlarni beruvchi Rahim, ey barcha narsaning egasi Malik, ey barcha ayblardan xoli, noloyiq sifatlardan pok quddus, ey nuqsonlardan salomat, tinchlik, xotirjamlik va rohat beruvchi salom, ey iymon va omonlik beruvchi mu'min, ey hamma narsani qamrab oluvchi muhaymin, ey barchaning ustidan g'olib aziz, ey oliy qadar ulug' jabbor, ey kibriyosi va ulug'ligi benihoyat mutakabbir, ey asli va o'xshashi yo'q narsalarni aniq o'lchov ila yaratgan Xoliq, ey yo'qdan paydo qiluvchi, vujudga keltiruvchi bari, ey maxluqotlarning sarvat suratini shakllantiruvchi musavvir, ey o'ta kechirimli G'affor, ey barcha maxluqotlarni qabzasida tutib, ularni bo'ysundirib turuvchi Qahhor, ey ko'plab ne'matlar behisob beruvchi Vahhob, ey ko'plab rizq beruvchi Razzoq, ey o'z rahmat xazinasidan bandalariga ochguvchi Fattoh, ey hamma narsani bilguvchi Alim, ey do'stlariga muhabbat qo'yuvchi, nusrat beruvchi va xalqning ishini yurituvchi Vali, ey zot sifatida yagona vahid, ey barcha narsadan oldin bor bo'lgan avval, ey barcha narsadan keyin ham qoluvchi oxir, ey mavjudligi oshkor, ochiq oydin zohir, ey tavbaga yo'llovchi va tavbalarni qabul qiluvchi Tavvob, ey tavbaga yo'llovchi, tavbalarni qabul qiluvchi Tavvob, ey zolim va osiylarni intiqos oluvchi Muntaqim, ey gunohlarni kechirib yuboruvchi Afu, ey gunohlarni kechirib yuboruvchi Afu, ey shafqatli Rauf, ey borliq mulkning mutlaq sohibi Malikul Mulk, ey ulug'lik va yuksaklik sohibi Zul Jalol va Ikrom, ey o'zi ila zohir bo'lgan, o'zgalarni zohir qilgan nur, ey hidoyatga yo'llovchi Hodi, ey o'xshash yaratuvchi ijodkor badi, ey boqiy qoluvchi abadiy boqiy, ey to'g'ri yo'lga boshlovchi Rashid, ey sabr sohibi sabur. Allohim bizlarni eng afzal rasuling ummatidan qilganingga shukr. Ey buyuk kitobni ahlidan qilganingga shukr. Ya Alloh, bizlarga roza farz qilganing hamda bizlarni Ramazon sharifga yetkazib ibodatingga noil qilganing uchun o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. O'zingning mo'jiz kalomingni tilovat va hatm qilishga bizlarni muvaffaq qilganingga shukrlar keltiramiz. Allohim, bizlarga sen bergan va berayotgan barcha ne'matlar, oshkor va maxfiy, zohir botin, umumiy va xos ne'matlaring uchun o'zingga shukr sanolarimiz bo'lsin. Ne'matlaring sanog'i, fazl va marhamating adog'i yo'q. Naqadar buyukliging o'zingdan o'zgaga ma'lum emas, zotingni haqiqatini o'zingdan o'zga bilmas. Sening maqtoving ta'rifingga ojizmiz, senga o'zing ta'riflagandeksan. Ya Alloh, qanday qilib shukringni ado etamizki, shukr qilishga tavfiq berganingni o'zi shukrni vojib qiluvchi ne'matdir. Allohim, seni vasf etishga dunyo so'zlari, seni ko'rishga dunyo ko'zlari yetmas. Sifatlaringni ihota etishga qalblar ojiz, zotingga erishishga ruhlar mushtoq. Allohim, o'zingdan o'zga iloh yo'q. Sen barcha ayb nuqsonlardan pokdirsan. Senga hech nima o'xshamas, sen hech nimaga o'xshamassan. Bir o'zingni sevmoq, butun borliqqa sevmoqlikdan afzal. Senga chin qul bo'lmoq, olamga podshoh bo'lmoqlikdan oliydir. Ya Alloh, sen zohirsan, sendan oshkor narsa yo'q. Sen botinsan, sendan maxfiy narsa yo'q. Sen avvalsan, sendan qadim narsa yo'q. Sen oxirsan, sendan so'ngra narsa yo'q. Ya Alloh, hech bir zarra ilmingdan tashqari emas, biror narsa hukmingdan o'zga bo'lmas. Qudrating qoshida aqllar qosir, ne'mating oldida tillar ojiz. Ya Alloh, bizlarni eng go'zal kalom, Qur'oni Karim tilovatiga musharraf qilganing, uni hatm qilishga muvaffaq etganing uchun o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Allohim,
Sarvari olam, Sayyidul anam, mavjudotlar gultoji, o'zingning habibing Rasuling Muhammad Mustafoga, u zot barakotning ahli baytlari, sahobalari, tobiinlar va ularga ergashgan musulmonlarga salot va salomlar yubor. Rahmating va barakotingni ziyoda qil. Allohim, bizlarga kalomingni o'rgatgan, risolatingni yetkazgan, haq bilan botilni ko'rsatgan, yaxshi yomonni tanitgan, bizlarga o'zimizdan da mehribon bo'lgan suyukligimiz Rasulimiz Muhammad Mustafoga durud va salovatlaringni nozil ayla. Allohim, bizlarga Qur'onni o'rgatgan payg'ambarimizga Qur'ondagi harflar adadicha har bir harf uchun ming-minglarcha salovat yo'lla. Ya Robbimiz, o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Bizlarni o'zing mag'firat qilmasang, rahim qilmasang ziyon ko'rganlardan bo'lurmiz. Senga jalolingga yarasha ibodat qilishdan ojizmiz, ammo sen bizlarga kamolingga loyiq marhamat ko'rsatishga qodirsan. Ya Robbi, bizlarni osiyligimizga yarasha emas, mag'firatingga loyiq qabul et. Bizlarni qulchiligimizga qarab emas, Robbiligingga ko'ra mukofotla. Ya Robbimiz, agar bizni rahmating bilan qarshi olsang, ziyondan xavfimiz bo'lmas. Amallarimizga tashlab qo'ysang, najotdan umidimiz qolmas. Allohim, agar gunohlarimiz dunyoni to'ldirsa, rahmat dengizing mavji oldida bir hissa bo'lmas. Ibodatlarimiz borliqni qamrasa, jahannam yonida qatra suvcha bo'lmas. Allohim, buyruqlaringni ado eta olmadik, ammo bo'yin tovlab emas, ojizligimizdan o'zing ojizlarga mehribonsan, bizdan mehringni darig' tutma. Qaytariqlaringdan qayta olmadik, ammo qaysarlik bilan emas, kuchsizligimizdan kuchsizlarga shafqatlisan, bizlarga shafqat ko'rsat. Allohim, sen hojamizsan, biz qullaringmiz. Qul hojasidan boshqa kimga ham gunohkor bo'lardi? Qulni hojasidan boshqa kim ham kechirardi? Allohim, biz gunoh qilmasak, mag'firating ko'rinarmidi? Biz gunohkorlarga rahim ko'rsatmasang, rahmating bilinarmidi? Allohim, gunohlarimiz duoyimizni ijobatidan to'sishidan asra. Allohim, gunohlarimiz duoyimizni ijobatidan to'sishidan asra. Qoshingda osiy bo'lsak-da, ijobatdan umidimiz tugandir. Gunohkorlarning duosini qabul qilmasa eding, uni mag'firat so'rashga buyurmas eding. 1000 yil ibodatingni qilganni quvsang, hikmatingdandir. 100 yil osiylik qilganni yorlaqasang, rahmatingdandir. Butun bashariyatni do'zaxga tashlasang, e'tiroz etilmas. Jumla insoniyatni jannatga kirgizsang, hayrat qilinmas. G'azabingni istaganingni duchor etursan, rahmating barcha narsani qamrab olgandir. Allohim, rahmating pardasi bilan aybu gunohlarimizni yashirding. Endi mag'firating nuri ila ularni kuydirib tashla. Allohim, rahmating pardasi bilan aybu gunohlarimizni yashirding. Endi mag'firating nuri ila ularni kuydirib tashla. Gunohlarimizning katta-yu kichigi bor, maxfiy va oshkorasi bor, biladiganimiz bor, bilmaydiganimiz bor. Barchasiga tavba qildik. Tavbamizni qabul et, gunohlarimizni kechir. Allohumma innaka afun, karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allohim, sen afusan, afvni sevasan, bizlarni afv et. Ey buyuk Robbimiz, gunohlarimizni bu dunyoda yuzimizga chiqarsang, birovga yuzlanishga jur'atimiz yetmas. Ularni oxiratda yuzimizga solsang, bosh ko'tarishga holimiz qolmas. Allohim, bandangni lutf bilan qarshi olsang, zarra amal uni jannatga kiritar. Agar adolatingga olsang, dunyo to'la amal uni do'zaxdan qutqara olmas. Allohim, so'raganni yaxshi ko'rguvchi yolg'iz sensan. Sendan so'ramagandan g'azablanasan. Sening g'azabingdan qochib muhabbatingga oshiqqanimizdan sendan so'ramoqdamiz. O'zing ijobat qil. Allohim, sen berganni to'suvchi yo'q, sen to'sganni beruvchi yo'q. Qilgan hukming qaytarilmas, huzuringda boyga boyligi foyda bermas. Allohim, mulking cheksizdir, yer osmon xazinalari ilkingdadir. Butun maxluqotning barcha so'raganini bersang, dengizdan iknaga ilashgan suvcha bo'lmas. Jumla mavjudotning so'raganini rad qilsang, nimaga deb so'ralmas. Ya Alloh, amallarimizga qarasak, sendan biror narsa so'rashga uyalamiz, hijolatmiz. Ammo lutf marhamatingni o'ylasak, so'rashdan to'xtay olmaymiz. Ya Alloh, sen hojatbarorsan, biz hojatmandmiz. Hojatbarordan o'zga kimga ham duo yetardi. Sen boysan, biz faqirmiz. Faqir boydan boshqa kimga ham qo'l ochardi. Ya Alloh,
borligingni tan olmaganga ham hayot baxsh etursan. Razoqligingni inkor qilganga ham rizq ato etursan. Kofirni qo'yib berganing qudratingdandir, mu'minni tutganing shafqatingdandir. Ya Robbi, bir-biridan non yeyishimiz uchun oy quyoshni, yer va osmonlarni bizga beminnat xizmatkor qilib qo'yding. Rahmat bundan ulug' bo'ladimi? Ammo biz bu bir-biridan non uchun senga gunoh qiladigan ahvolga keldik. Osiylik bundan ortiq bo'ladimi? Sening yering ustida, sening osmoning ostida, sen bergan ne'matlar ila senga gunohkorlik qilgan bu ojiz bandalaringni azoblasang adolatingdandir. Ammo o'z yeringda yurgan, o'z osmoning ostida yashayotgan, o'zing yaratgan bu ojiz bandalaringni mag'firat qilsang rahmatingdandir. Ya Alloh, sendan umidimiz shunchalarki, ne'matlaringga g'arq bo'lgan holimizda hech narsasi yo'q kishiday sendan ne'matlar so'raymiz. Huzuringda ojizligimiz shu qadarki, ming ne'mat ketidan bir musibat bersang, panohingga qochib yolvoramiz. Allohim, ne'mat berganingda shukr nasib et, musibat berganingda sabr nasib et. Allohim, mo'jiz kalomingni xatm qildik. Baholi qudrat harfma-harf o'qib tugatdik. Endi ostonangga boshirib keldik. Gunohkor quruq qo'llarimizni dargohingdan uzatib turibmiz. Huzuringda hijolat yuzlarimizni o'zingga qaratib so'raymiz. Xatokor va g'ofil qalblarimizni o'zingga yuzlantirib iltijo qilamiz. O'zimiz ojizona xatm qilgan kalomingni, Qur'oni Karimni vasila qilib so'raymiz. O'zingga va kalomingga bo'lgan iymonimizni, muhabbatimizni senga vasila qilamiz. Zotan vasila qilishga arzigulik boshqa amalimiz yo'q. Allohim, o'zing bizlarga duomizni qabul qilishni xohlamaganingda, kalomingda ud'uni vastajib lakum, duo qilinglar qabul qilaman degan bo'lmasin ya Robbim. Amringga binoan duo qilmoqdamiz. Va'daga binoan duolarimizni qabul ayla. Allohim, o'zingdan o'zingga duo qiladiganimiz yo'q. Duoyimizni agar sen eshitmasang, o'zga duo qiladiganimiz yo'q. Dargohingdan rad qilsang, bundan o'zga boshqa ostonamiz yo'q. Qo'llarimizni quruq qaytarsang, umid qilar eshigimiz yo'q. Allohim, sen hayo va marhamat sohibisan. Bandalaringni qo'llarini quruq qaytarmagin. Ya Allohim, hayo marhamat sohibisan. Bu ojiz gunohkor bandalaringni qo'llarini quruq qaytarmagin. Ya Robbi, o'zing bizni ko'rib turibsan, so'zlarimizni eshitib turibsan, ichi tashimizni bilib turibsan. Senga mustonlarcha yolvoramiz, bechoralarcha senga iltijo qilamiz. Ey mustonlarning duosini ijobat qiluvchi Allohim, ey bechoralarning iltijosini qabul qiluvchi Allohim, ya Alloh, seni tug'magan va tug'ilmagan, tengi bo'lmagan behojat, hojatbaror, yolg'iz Alloh deb guvohlik berganimiz ila so'raymiz. Ya Alloh, o'zingga bo'lgan muhabbatimiz haqqi hurmati so'raymiz. Seni sevmasak, senga iltijo qilarmidik? Ya Alloh, sening bizga bo'lgan muhabbating haqqi hurmati so'raymiz. Agar sevmasang, bizni o'zingga ibodat qildirib qo'yarmiding? Ya Allohim, Qur'on azimni qalblarimizni bahori, yuragimizni nuri qil. G'amlarimizni arituvchi, tashvishlarimizni ketkazuvchi omil ayla. Allohim, Qur'oni Karimga bo'lgan muhabbatimiz tufayli bizlarga rahim qil. Uni bizlarga yo'lboshchi, nur, hidoyat, rahmat va shifo ayla. Allohim, Qur'oni Karimdan unutganlarimizni yodimizga sol, bilmaganlarimizni bizlarga bildir. Uni kecha kunduz tilovat qilishni nasib et. Uni bizlarning zararimizga emas, bizni foydamizga hujjat qil. Allohim, bizlarni Qur'oni Karim halol degan narsalarni halol bilib, harom degan narsalarni harom bilgan, uning muhkam oyatlariga amal qilib, mutashobih oyatlariga iymon keltirganlardan qil. Allohim, bizlarni Qur'oni Karimning harflarini ham, hukmlarini ham ado etadiganlardan qil. Harflarini ado etib, hukmlarini zoya qiladiganlardan qilma. Allohim, bizlarga Qur'oni Karimning har bir harfidan halovat, har bir so'zidan sharofat, har bir oyatidan saodat, har bir surasidan ofiyat, har bir juzidan mukofot nasib ayla. Allohim, Qur'oni Karimni bizlar uchun shafoatchi qil, foydamizga hujjat qil. Allohim, bizlarni o'zingning ahling va xoslaring bo'lmish ahli Qur'onlardan qil.
Allohim, Qur'oni Karimni qalblarimizning ziyosi, ko'zlarimizning nuri, dardlarimizning davosi, gunohlarimizni o'chiruvchi, bizlarni do'zaxdan qutqaruvchi qil. Allohim, bizlarni Qur'oni Karim vositasida baxtsizlikdan baxtu saodatga, do'zaxdan jannatga, g'azabingdan roziligingga, hojatmandlikdan behojatlikka, bid'atdan sunnatga, zulmatlardan nurga, zalolatdan hidoyatga, xorlikdan azizlikka, barcha yomonliklardan hamma yaxshiliklarga olib chiquvchi qil. Allohim, Qur'oni Karimni bizlarga dunyoda ham nafas, qabrda hamdam, qiyomatda shafoatchi, jannatda hamroh, do'zaxdan parda va barcha ezguliklarga yetaklovchi sarbon qil. Ey Allohim, bizga roziligingni, jannatingni hamda ularga olib boradigan so'z va amallarni nasib qil. G'azabingdan, do'zaxingdan hamda ularga olib boradigan so'z va amallardan Alloh taolo panoh ber. Allohim, o'zing yaratgan go'sht suyakdan iborat ojiz bandalarmiz. Iqobingga bardoshimiz yetmas, azobingga vujudimiz dosh bera olmas. Bizlarni do'zaxga solma. Allohim, bizlarni do'zaxga solma. Allohim, bizlarni do'zaxga solma. Shu qadar ulug'sanki, senga osiy bo'lganni 7 do'zaxingga azobi oz. Shu qadar rahmatlisanki, bandangni rahmatingga olsang, unga 8 jannat eshigi kam. Ya Alloh, senga qanchalar gunoh qildik. O'zingga hamdar bo'lsinki, hozir jonimiz tanimizda. Jonimizni gunoh qilganimizda olmaganingga o'zingga shukr ya Robbim. Allohim, bizlarga o'lim farishtasini eng yaxshi holatimizda, o'zing rozi bo'ladigan eng afzal amalimiz uzra yuborgin. Jonimiz xalqimizga kelmay, gunohdan poklanib olishimizga imkoniyat ber ya Robbim. Allohim, oyoqlarimiz sovigan, qo'llarimiz muzlagan, yuragimiz so'nggi zarbalarni urayotgan, ko'zlarimiz qotayotgan, tilimiz to'xtayotgan, ruhimiz jismimizni tark etayotgan mahalda dil tilimizga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini joriy ayla. Bizlarga o'lim talabasi fitnasidan, qabr azobi fitnasidan, oxirat azobi fitnasidan panoh ber. Ya Alloh, tuproq ostida yolg'iz yotganimizda bizlarga rahim qil. Ya Allohim, tuproq ostida yolg'iz yotganimizda bizlarga rahim qil. Ya Allohim, solih amallarimizni tuproq ostida quritib yotganimizda bizlarga sherik qil. Dahshatdan go'dakning sochlari oqarib ketadigan qiyomat kuni bizlarga rahim qil. Hech qanday bir soya bo'lmagan dahshatli qiyomat kunida bizlarni arsh soyasi ostidan bizlarga soyalantir. Mehribon Robbimiz, bizlarni bu dunyodagi mushrik yo'lboshchimiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga nozil ayla. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shafaatim ummatimning gunohkorlarigadir demişler. Biz gunohga botgan ummatmiz. Bizlarga u zotning shafaatlariga yetkaz. Havz-i Kavsarlaridan ichishni nasib et. Gunohlarimizni oshkor qilib bizlarni gunohlarimizni oshkor qilib bu zotning oldlarida bizni hijolatga qo'yma. Ya Alloh, bizga o'zimizni gunohdan to'sadigan darajada qo'rquvingni, bizni jannatga olib boradigan ibodatingni, dunyo musibatlarini bizga yengil qiladigan yaqinni ato qil. Hayotimizni o'zing bergan ko'rish, eshitish va boshqa qobiliyatlarimizdan bahramand qil. Bu bahramandlikni bizlarga merosxo'r ayla. O'chimizni bizlarga zulm qilganlargagina qarab, dushmanlarimiz ustidan bizlarga g'alaba ber. Dinimizda musibat berma. Bor bilganimiz, bor tashvishimiz dunyo qilib qo'yma. Jannatni biz uchun maskan qil. Gunohlarimiz tufayli ustimizga sendan qo'rqmaydiganlarni bizlarga boshliq qilib qo'yma. Allohim, sendan dinda, dunyoda, oxiratda afiyat so'raymiz. Allohim, barcha ishlarda oqibatimizni go'zal qil. Bizlarni dunyo xorligi va oxirat azobidan asra. Allohim, qalblarimizni pok salomat, tillarimizni zikr va shukr, badanlarimizni ibodatingga mustahkam, ruhlarimizni o'zingga mushtoq qil. Allohim, sendan foydali ilm, maqbul solih amal, go'zal axloq, yuksak odob, halol va mo'l rizq, barakali umr, salohiyatli avlod so'raymiz.
Ya Alloh, bizlarga keng fe'l, ketmas davlat, zikrli til, shukrli til ato et. Allohim, har bir ishda senga muhtojmiz. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilma. Har holatda yolg'iz o'zingga tavakkul qilamiz. Suyanamiz, o'zingdan boshqaga tashlab qo'yma. Dunyoviy va uxroviy xayrli ishlarimizni o'zing madadkorimiz bo'l. Ya Alloh, oramizda hojatmandlar bor. Hojatlarini ravo qil. Boshiga mushkul tushgan, tashvish yetganlar bor. Mushkullarini oson qil. Tashvishlarini arit. Bemorlarimiz bor, dardlariga shifo komil ber. Farzand talablar bor, qo'sha-qo'sha solihu soliha, musliha farzandlar ato ayla. Adashganlarda Allohim o'zing hidoyat qil. Xavf xatarga tushganlarga xotirjamlik ato qil. Qarzorlarga kushoyish, mazlumlarga najot ber. Boshi qotganlarga najot yo'lini ko'rsat. Allohim, butun bashar bir kishiga ziyon yetkazishga qasd qilsa, sen bitgandan boshqa bo'lmas. Agar hamma bir kishiga foyda keltirishga azm qilsa, sen yozgandan o'zga bo'lmas. Ya Alloh, bizlarni ko'z yumib ochgungacha ham, undan oz muddat ham o'z holimizga tashlab qo'yma. O'zingdan begona qilma. Madadkorimiz, himoyatchimiz, hidoyatchimiz, ko'makchimiz va qo'llab-quvvatlovchimiz bo'l. Sensiz kuch ham yo'q, kuch-quvvat ham, qudrat ham yo'q. Ya Alloh, ish ahvolimizning jilovi bo'lmish diyonatimizni yaxshi qil. Tirikligimiz manbai dunyoyimizni yaxshi qil. Borajak manzilimiz bo'lmish oxiratimizni yaxshi qil. Tiriklikni bizlar uchun ezgulikni ko'paytirish, o'limni esa yomonlikdan qutulish qil. Allohim, sendan yolvorib so'raymiz. Umrimizning so'nggi eng yaxshi onimiz bo'lsin. Amallarimizning oxiri eng afzali bo'lsin. Kunlarimizning eng yaxshi senga yo'liqadigan kunimiz bo'lsin. Allohim, sendan eng yaxshi tilak, eng yaxshi duo, eng yaxshi muvaffaqiyat, eng yaxshi ilm, eng yaxshi amal, eng yaxshi savob, eng yaxshi hayot va eng yaxshi o'limni so'raymiz. O'zimizni sobit qadam, tarozimizni og'ir ayla. Orzularimizni ro'yobga chiqar, darajalarimizni ko'tar, namoz duolarimizni qabul qil, xatolarimizni kechir, sendan jannatda oliy maqom so'raymiz. Ya Alloh, sendan mutavoziylarning xokisorligini, yaqin ahlining ixlosini, yaxshilarga yo'ldoshlikni va iymon haqiqatlariga erishishni so'raymiz. Ya Alloh, sendan rahmating sabablarini, mag'firating omillarini, har bir yaxshilikdan nasiba olish, har qanday gunohdan salomat bo'lish, jannatni qozonish va do'zaxdan qutulishni so'raymiz. Iloho, ilmimizni foydasiz, qalbimizni qo'rquvsiz, ko'zimizni namsiz, nafsimizni to'ymas, amalimizni nomaqbul, duoyimizni beijobat qilib qo'yma. Ya Alloh, sendan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va solih bandalaring so'ragan yaxshiliklarni so'raymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va solih bandalaring panoh so'ragan yomonliklardan panoh tilaymiz. Ya Alloh, sendan tez va kech keladigan, biz bilgan va bilmagan barcha yaxshilikni so'raymiz. Tez yoki kech keladigan, biz bilmagan barcha yomonliklardan panoh tilaymiz. Ya Alloh, bizlarni buyruqlaring bilan mashg'ul, adolatingdan xotirjam, o'zingdan o'zgaga umid bog'lamagan, yolg'iz o'zingga suyangan, sen bilan bo'ladigan, sendan boshqadan qochadigan, qazoyi qadaringga rozi, musibatlaringga sabrli, ne'matlaringga shukrli, zikringdan lazzat oluvchi, kitobing bilan xushnud bo'luvchi, kecha-yu kunduz senga iltijo qiluvchi, o'limga doim tayyor turguvchi qil. Allohim, bizlarga didoring shafqini hamda muborak yuzingga termulishni nasib qil. Ya Alloh, kuch qudratimiz zaifligidan, tadbirsizligimizdan, odamlar oldida xor bo'lganimizdan o'zingga arz qilamiz. Bizga g'azab qilmayotgan bo'lsang, bu holatlarga e'tibor qilmaymiz. Biroq ofiyating biz uchun kengroqdir. Zulmatlarni tarqatgan, boisidan dunyo va oxirat ishlari yaxshilangan, yuzing nuri ila bizlarga g'azabing tushishidan yoki noroziliging nozil bo'lishidan panoh tilaymiz. O'zing rozi bo'lmaguningcha biz sendan rozimiz ya Robbim. Ya Alloh, nohaq to'kilayotgan qonlardan, beva qolayotgan ayollar va yetim qolayotgan go'daklarning ahvolidan o'zingga arz qilamiz. Ularga rahim qil, musulmon o'lkalarga tinchlik va osoyishtalik ber, ofiyatingni nozil ayla. Musulmonlarning moliga, joniga yoki diniga qasd qilganlarga o'zing kifoya qil. Musulmon ummati bugun mashaqqatda, ularning xatoyi gunohlarini mag'firat qil, solih amallarini, barakatlarini, muvaffaqiyat ularning solih amallarini Alloh taolo o'zing qabul qil. Ularning qalblarini birlashtir. Oralaridagi ixtilof va kelishmovchiliklarni ko'tar. Bir-birlariga o'zing amr qilgandek aka-uka, og'a-ini birodar bo'lishlarini nasib ayla. Aql hushiga, hissiyotiga, diniga hakam qilib
aql hushiga, hissiyotiga, diningni hakam qilib olishlariga tavfiq ber. Ularga haqning haqligini ko'rsat va unga ergashish nasib et. Botilni botilligini ko'rsat, undan hazir bo'lishlikka nasib ayla. Ya Allohim, mo'min-mo'minalarni, muslimalarni mag'firat qil, xatolarini kechir, yomonliklarini yaxshiliklariga almashtir. Ularni ichki va tashqi fitnalardan, buzuqliklardan yiroq qil. Qalblarini haq ustida uzra jamla, nafslarini va axloqlarini pokla. Ularni solih amallarga, chinakam taqvo, haqiqiy ibodat va oliy ubudiyatga o'zing boshla. Ularni dunyo xalqlari uchun go'zal namuna bo'lishi bilan sharaflantir. Insoniyat uchun yetakchi peshqadam solih ummat ayla. Allohim, islom ummatining erkaklarini o'zing isloh qil. Oilalariga go'zal rahbar bo'lishlarini nasib et. Ularga himmatu hamiyat, g'ayratu qat'iyat ato qil. Ya Alloh, islom ummatining ayollarini o'zing isloh qil. Ularga sharm hayo ber, iffat va latofatdan ayirma. Ularni g'ayri dinga taqlid qilishdan, fahsh fujurdan asra. O'zingga ibodatli, erlariga itoatli, farzandlariga murabbiya bo'lishlarini nasib et. Ya Alloh, islom ummatining farzandlarini o'zing isloh qil. Amringga itoatli, ota-onalariga marhamatli, kelajak uchun islohot poydevori bo'lishlariga tavfiq ber. Ya Alloh, islom ummatining ish boshlarini, rahbarlari va peshvolari, imomlari, ulamolarini isloh qil. Ularni bizlarga mehribon, bizlarni ularga itoatkor ayla. Ularni o'zing rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qil. El yurt manfaati, din va diyonati ravnaqi sari hidoyat qil. Ularni mol dunyo, mansab va shuhrat fitnasidan asra. Allohim, ulamolarimizni o'z panohingda asra. Ularni turli fitnalardan, makorlarning makrlaridan, hiylagarlarning nayranglaridan yiroq qil. Ularni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga chin vorislikda sobit qadam qil. Butun ummatga ular ko'rsatgan haq yo'lga yurishlikni nasib ayla. Allohim, nafslarimizning taqvosini ber va ularni pokla. Ularni eng yaxshi poklovchi o'zingsan. Ularning egasi ham hojasi ham o'zingsan. Allohim, barcha mo'min-mo'minalarni, xususan bizlardan barchamizdan o'tgan ota-ona, pesh-u aqrabo va yaqinlarimizni rahmat qil, gunohlarini mag'firat qil, darajalarini baland qil, yaxshi amallarini o'zlariga hamroh, oxiratlarini obod ayla. Kaloming Qur'oni Karimni o'qib xatm qilar ekanmiz. Har bir kalimasiga berilgan ajr savoblaringni ko'paytirib ber va bu savoblardan ularni bahramand qil. Ya Alloh, rizoying uchun Ramazon ro'zasini tutar ekanmiz. Ibodatingni tugal ado etishga tavfiq ber. Bizlarni ro'zasidan ochlik-u tashnalikdan boshqa narsaga erishmaganlardan qilib qo'yma. Namozda turib kalomingni o'qib xatm qilar ekanmiz. Toatingni mukammal bajo keltirishni nasib ayla. Tungi ibodatidan, uyqusizlik va toliqishdan boshqa hech nimaga ega bo'lmaganlardan qilib qo'ymay Allohim. Allohim, baholi qudrat Ramazon ro'zasini tutyapmiz. Qur'oni Karimni tilovat qilyapmiz, tinglayapmiz. Bizlarni qiyomat kuni Qur'on va Ramazon shafoat qilishlikka talashadiganlardan qil Allohim. Qur'on ahllaridan qil ya Allohim. Bizlarni rayyon eshigidan chaqir ya Robbim. Qur'onni tartil bilan tilovat qilib, yuksalib boradiganlardan ayla. Allohim, Ramazondan bizlarga taqvo malakasi, o'zingga yaqinlik hosil qilishni nasib et. Ramazondan keyin ham Ramazondagidek, balki undan-da ziyoda darajada ibodat va toatda tavfiq va hidoyatda bo'lishni bizlarga nasib ayla. Ya Allohim, bizni qadr kechasini topgan, uning fazilatlaridan nasib olganlardan qil. Ya Alloh, bizni qadr kechasini topgan, uning yaxshiliklaridan Allohim foydalanganlardan qil. Ya Allohim, bizni qadr kechasini topgan va ertangi kunda Allohim mana bu savoblarni biz inshaalloh huzuringda ko'radiganlardan qil ya Alloh. Ya Alloh, bular bandalaringni senga qilayotgan duolari ijobati o'zingdandir. Duo qiluvchilarning holiga qaralsa, qabuldan umid yo'q. Duo qilinmish zotning lutfiga qaralsa, ijobatdan ko'ngil to'q. Iloho, ya Robbi, iblis senga gunohkor bo'lib, osiy bo'lib, qilgan o'rinda sendan bir umr osiylikni so'radi. Sen uni duosini qabul qilding ya Robbim. Biz senga ibodat qilib turgan holimizda Allohim, butun umr taqvoda ibodatda o'tishligimizni o'zingdan so'raymiz Allohim. Iblisga so'raganini berding ya Alloh. Bizga ham so'raganimizni bergin ya Allohim. Alloh, mana kalomingni harfma-harf o'qib xatm qildik. Ushbu kamtarona amalimizni vasila qilib so'raymizki, Habibing Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatiga o'zing rahim qil. Butun olamdagi mazlum musulmonlaringga najot ber.
ularni zulmdan adolatga, tafriqadan hamjihatlikka, mashaqqatdan rohatga olib chiq. Allohim, sen hidoyat qilmasang, o'zing birlashtirmasang, bu ummatning holi og'ir. Sen har bir narsaga qodirsan. Musulmon bandalaringni o'zing yorlata. Ya Robbal alamin, o'zing musulmonlarning himoyachisan. Musulmonlarning qoni ham dindoshlarining qo'li bilan, ham g'ayridinlarning qo'li bilan nohaq to'kilyapti. Mol mulklari ham musulmonlarning qo'li bilan, ham musulmonlarning qo'li bilan toptalyapti. Zolim ham seni quling, mazlum ham seni quling. Kofir ham o'zingni bandang, muslim ham o'zingni bandang. Mazlumni zolimdan g'olib qil, musulmonni kofirdan ustun ayla. Bizlarni qattiq imtihonga solma. Musibatlarimizda bizga ajr va yaxshi evazlar ber. Iloho, o'zingga iymon keltirgan bandalaring musulmonlarga rahim qil. Mazlumlarga najot ber. Ularning sendan boshqa tayanchi yo'q. Gunohlari uchun musibat yuborgan bo'lsang, ularni mag'firat qil. Musibatlarini arib, jaholat tufayli yo'l topa olmayotgan bo'lsalar, ularga hidoyat va tavfiq ber. Ularga doimo omadni yor et. Robbimiz, Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Bizlarga dunyoda ham yaxshilik ber, oxiratda ham yaxshilik ber va bizlarni do'zax azobidan saqla. Allohim, Rasulimiz Muhammad Mustafoga, ahli oilalari va sahobalariga bizning nomimizdan salot va salomlar yubor. Duolarimizni so'nggi va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbi Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.